tillamasini tekshirib bering. Assalomu alaykum. Xo'p, aka bo'ldi. Xo'sh, bilak uzuk. Tilla ekan, faqat yasalgan tilla ekanda. Yo'q-e? Ha, aka, tilla bu. Zo'r-ku. Ammo o'zi yangi uyga ko'chib o'tgan paytimiz krevat tagidan topib oldim. Eski egasiga telefon qilsak, o'chirilgan, chet elga ketish kerak edi, chet elga ketgan. O'shaning uchun keyin ikkilanib ozgina o'zimga uyda olib qoldim. Keyin bir ikkita og'aylarimga ko'rsatsam, "Yo, bu probasi yo'q, tillamas" deyishdi. O'shanga Instagraminglarni ko'rdim, to'g'ri oldinglarga olib keldim. Bu tilla просто yasalgan hisobiga probasi sal boshqa joyga qo'yilganda. Ha, bo'ldi, tilla bo'lsa, bo'ldi, sotaman, hisoblab anaqa qilib bering. Jackpot bo'pti-da, aka. Da, gapirmang. Gap yo'q, lekin 1480 ekan, 05 yoshiga unus bo'ladi. 1,50 ming so'mdan hisoblab beraman. Xo'p, sizga 15 million 15 ming chiqyapti. 15 million 100 qilib beraman. Aka, sal anaqa qimmatroq olib qolavering, to'g'risi. Aka, qo'shib beravering. Klient bo'lib qolaman. O'zi Instagramingizdan otzividan ko'rib, hech joy bo'lmasa to'g'ri oldinglarga keldim. Qarang, unda bitta qo'shib beraman, aka, lekin maksimal 15 million 500 qilib beraman, bo'ladimi? Lekin noshuga ololmayman, aka. Bo'ldi, aka, menga ma'qul. Bo'ldi. Kelishdik, aka. Xo'p. Mana bu 10 million, aka. Xo'p. Mana 5 million 500. Sanab keldim. Sanalgan, to'g'rimi? 100%, aka. Bo'ldi. Rahmat. Rahmat. Aka, yaxshi aytib oling. Charchamang. Barakasingiz. Tinch bo'ling, xo'p.